Assalomu alaykum qo'soq akalar, yettamizlar. Sizlar uchun nabor tayyorlab qo'yganmiz. Boltasi, sredniy bolta. Mehmonlar go'stroylarga cho'p-po'raslar yavoradi, uni qadirib qo'yganmiz chiroyli qilib. Bo'g'izlaydigan pichog'i. Ikkita bo'g'izlaydigan pichog'idan qilib qo'yganmiz. Xohlaganlaringizni ishlataverasizlar. Mayda go'shtlar to'g'raydigan pichog'i, go'sht buzadigan pichog'i, teri pichog'i, har xil pichoqlardan bor. Pichoqlarning lezvalari aboyma pachimlikdan ishlangan. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham go'zal holatda qilib ishlab qo'yganmiz. Ismlarini yozish kerak bo'lsa, buni ko'pchilik qassob oshna-og'aynilarga ham podarka qilib beryapti. Ismlarini yozish kerak bo'lsa, ismlarini ham yozib beramiz. Mana buqalarning rasmini ham tushirib qo'yganmiz. O'zini kimga qanaqa tabi tortganini qilib beraveramiz. Juda ham chiroyli ishlangan pichoqlar. Hayit kelyapti, Qur'on hayit kelyapti. Xudo xolasa, bugun Arafa kuni video qilyapman sizlarga. Qur'on hayitga bittadan komplekt qilib qo'yadiganlar bemalol murojaat qilaverasizlar.